Assalom do'stlar, sizlar bilan Iskandar. Har doimgidek Gamelook kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda o'ta dahshatli, qo'rqinchli o'yinni birgalikda o'ynaymiz, ya'ni Evil Doll. Video boshlanmasdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu o'yinni men praktika qilib o'ynab ko'rdim. Shuning bo'yicha bu vashshi qo'rqinchli o'yin ekan. Agar siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. İsmini yozganman bu yoqqa. Bu yoqqa menimcha hech nima shart emas. Easy'ni bosamiz. Go. Hop. Birinchi kun. Xuddi Green kabi boshida birinchi kun deyilyapti. Yozilyapti. Xo'p. Strateji o'yin, lekin sizlarga bu o'yinni men maslahat bermagan bo'lardim. Agar o'ynamoqchi bo'lsanglar, albatta men bu o'yinni kommentariyaga yozib keting. Xo'p, men boshladim. Sal beriroqman. Xo'p. Hech nima yo'q. Bitta shotgun, ya'ni avtomatni qismi. Xo'p. Mahluq chiqmaymiz. O kesadigan moslama hozircha bizga shart emas. Hop. Ketamiz. Hop. Bakalar ovqat bo'lmas ekan. Hop, bermi? Apir. Yashinadigan joy. Hop. Hali hech nima yo'q. Umid qilamanki screamer bo'lmaydi. I need to find AK to open this doors. Kaza tushunmadim men. Xo'sh. Bet boyagi kelgan joyimiz Ro'shat emas, hamma joyga qo'yib bo'ldik. Biz tashqariga chiqamiz, betlarni ko'tarib, ishni yo'q. Hop, nima bu? Batareya. Yaxshi. Hop, tashqarni ko'ramiz. Voy. Qo'rqinchli, yaxshi. Hop, bu yerda menimcha yashinadigan joy bo'lsa kerak. Hop, bu nima? Ya, bizga shart emas. Biz buni tushunmaymiz. Hop. Ha. Patirgan menimcha olganday bo'luvdimi? Ochsak bo'larkan. Hop. Oy. Şimdi arzigulik narsa yo'q ekan bitta. Ketamiz. Hop. Bizde bo'lmaydi. Tushaylik. Voy. Nima bo'ldi? Voy. Ikkinchi kun. Yiqilib tushadimi? Bu. Hop. Mahluq bizga hozircha ko'rinmadi, lekin uy juda ham qo'rqinchli. Qon bilan bezalgan hamma joyi. Hop. Bu bizga shart emas. Hop. Iltimos faqat sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosinglar. Ko'rayotgan odamlar albatta, ko'rmayotganlar bilmayman. Lekin sizlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda lekin shuncha odam ko'rib, like bosmayapti, obuna bo'lmayapti hech kim. Iltimos shuncha obuna bo'lib qo'yinglar. Voy. Nima edi bu? 3-kun. To'satdan chiqib qoldi. Dahshat qo'rqib ketdim lekin. hamda
Hop mayli. Cho'chitib oldi lekin. Hop betlarda biz 2 martalab ko'rdik. Olish shart emas. Hop yana u maxluq chiqib qolmaymiz hop. Qarab yuramiz yurgan yo'limizdan. Hop bilmam. Oy. Yana qanaqadir xona topdim. Oy. Çok qo'rqinchli bu. Hop mayli. Sizlar uchun o'ynayapman lekin. Siz obuna qo'yinglar bu va videoga like bosib qo'ying. Hop, oy, bolg'a topdik. Mana shu bolg'a bilan peshanasini urayman mana shu maxluq. Qo'y meni qo'rqitganim uchun. Yaramas. Juda qayqadim yo'q. Ha, tepaga chiqib ketdim. Oy. Yana qo'rqitib oldi. Hop mayli. 3-kun. Lekin o'rtoqlar dangal qo'rqyapman. Shu qo'rqinch o'yin ekan. Siz o'ylashingiz mumkin, bu qo'rqinch emas. Siz bitta maxluqdan qo'rqib o'tiribsizmi deyishingiz mumkin. Uni o'ynab ko'rib keyin bilasizlar. Mana shuni urib bo'lmas ekan, o'sha maxluq peshanasiga yo'l olsa. Hop. Bitta ko'ch yurmaganlik chunki kelib qoladi maxluq. Hop. Kelib qolmaydigan umiddaman. Hop. Nima qilish kerak? Qo'rqyapman do'stlar. Bittadan qo'rqitamiz. Oy. Yana qo'rqityapti. 5-kun do'stlar. O'zi bu o'yinni nechta kun beriladi? Oy, yomon qo'rqityapti lekin. 3-marta qo'rqitishi. Yo'q, 4-marta degan. Xo'p, bu yoqqa bormay turamiz. Bu yoq juda ham xavfli ekan. Xo'p, biz buni olamiz. Bitta ochish mumkinmi? Yo'q. Bo'lmas ekan. Xo'p, betlarni ham ko'ramiz. Xo'sh. Bu bizga kerak emas. Hozir. Oy. Yonimdan paydo bo'lib qolyapti. Bilmay qolyapman. Xo'p. Nima qiladi endi? Nima qildi bu? Bizni menimcha tepalikdan tashlab oldi. Oy. Qolib ketdi. Xo'p, mayli, sizlar uchun yana bir marta urinib ko'raman. Faqat sizlar uchun. Faqat sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga albatta like bosib qo'yinglar. Xo'p, yana boshlaymiz. 1-kun. Chiqib qolmaydigan umiddaman. Xo'p. Bir chekkadan titkilaymiz bularni biz. Xo'p. Olamiz. O'sha xavfli joyga boraylikchi. Zora bu qo'yish mumkindir. Ayyo, hech kim yo'q. Xo'p. Ishoninglar, qo'rqqanimdan terlar oqib ketyapti. O'zimdan. Xo'p.
Bog'a kerakmi, buni olaymikan? Mana shu olay. Bizga bog'a foydasi yo'q. Bitta ham yo'l bor ekan-mi? Bitta yo'l bor ekan. Batareyaga qo'shilgan qil. Hop. Tashqariga chiqdik. Nima bu? Nimadir oldik. Umid qilamanki, kerakli narsa bo'ladi, albatta. Hop, yana o'sha uyga kirdik. Hop. Varnixona, tualetxona, televizor. Bitta ko'rib ketaylikchi. Hech nima yo'q. Hop, nima bu? Boshqa eshik ekan. Hop, yana ko'ramiz. Xuddi mana ularni ko'rganimdek. O'sha maxluq kelyaptimi deb o'ylayman. Hop. Hozircha ichga tortamiz. Sig'maymiz. Hop. Bu yoqqa chiqdik tashqariga. İmkoni bormi? Voy, imkoni bor ekan. Hop. Voy, lift ekan. Liftni ochib bo'lmayapti. Hop. Shu joyda o'yinni tugataman deymanda. Qo'shilyapti. Oy. Yana o'sha maxluq kelyaptimi? Hop. O'sha maxluq qani? Uy. Videoni tugatayotgan joyimdan chiqmaysan, ha, yaramas. Bola. Menimcha bu adashmasam bola edi, u kichkina edi, bo'yi past. Nima bu? 3240 qo'y. O. Nima bu? Ko'ruvchi. Shu joy. Xullas, mana o'yinni men sizlarga ko'rsatdim, tanishtirdim. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men hali bundan-da zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Sizlar shunchaki obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar, tamom, bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta mana shu o'yinni yuklab o'ynashlaring mumkin. Albatta kommentariyaga yozib ketaman. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, joningiz sog' bo'lsin.